keto dieta bilan bir oyda 10 kilogacha ozish mumkin. Bilasizlarmi? Hozir bu narsani hamma burchakdan eshityapmiz. Ya'ni ozish. O'zi bilasizlarmi, keto dieta bu ozish uchun emas, bu davolash protokoli hisoblanadi. Umuman olganda har qanaqa davolash protokollari bu organizmdagi qaysidir holatlarni to'g'irlash uchun, ma'lum bir qon tahlillaridagi o'zgarishlarga yordam berish uchun qilingan. Afsuski, bizda buni aksi hammani xayolida faqatgina ozish va ortiqcha vazndan qutulish. Keto protokol hammaga ham mumkin emasligini bilasizlarmi? Uni o'ziga xos plyuslari, minuslari borligini bilasizlarmi? Ayniqsa qalqonsimon bez va buyrak usti bezlari bilan muammo bo'lgan insonlarga ham mumkin emas. Va ishoning, deyarli hech kim ketozga kamdan kam holatlarda boriladi, chunki buni aniq bilish imkoniyatlari juda ham cheklangan. Keto dietaning plyus minuslari haqida mana shu aktualniyada qoldirdim, kirib o'qib ko'rishingiz mumkin. Sizlarni esa kommentariyada kutaman. Xo'sh, kim keto dieta tutib ko'rgan, qanday natijalarga erishgan va kimlarda salbiy oqibatlar bo'lgan? Marhamat, fikrlaringizni kutib qolaman.